inson o'zini dinini o'rganib, uni tarqatishga, qo'ldan kelgancha diniga amal qilishga inson harakat qilish kerak. Chunki musulmonlarga yetgan balo, musibat albatta dindan uzoqlashish orqali bo'ladi. Musibat nima? Ma'siyat orqali bo'ladi. Ya'ni o'sha narsani tark qilishga inson harakat qilish kerak. Bu ya'ni buni samarasi uzoq bo'lsa ham, lekin bundan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni hozir musulmonlarning qo'lida mana shu holatga, xorlik holatiga tushishiga dindan uzoqlashish sabab bo'ldi. Endi dinimizga qaytish uchun dinimizni o'rganib, o'zimiz o'rganib, birovlarga o'rgatib, mana shu yo'l bilan bo'ladi. Usiz bo'lmaydi, boshqa iloj yo'q. To'g'ri, buni samarasi hozir ko'rinmaydi. Hozir bir narsa qila olmayotgandek bo'lamiz, lekin mana shu hozir dinimizni o'rganishimiz, kimdir erta falon deb bo'lib yotibdi, sizlar kitob o'qiyotibsizlar, masalan, boshinglarni kitobdan ko'tarmayapsizlar degan narsa ham xato. Chunki mana shu narsadan o'zi uzoqlashganimiz uchun, kitobimizga, dinimizga yaqin kelmaganimiz uchun shu narsalar xorlik masalan ustimizga kelib turgan sababi asosiy shu o'zi. Endi shu narsa qaytish uchun dinimizga qaytishimiz kerak. Umar radhiyallohu anhuning gaplari: "Nahnu qawmun a'azzanallohu bil islom." Shunday bir qavmizki, Alloh bizni islom bilan aziz qildi. "Famahma taghayna al-izzata fi ghayrihi adallanalloh." Azizlikni undan boshqa narsada istasak, Alloh bizni xor qiladi. Demak, aziz bo'lishimiz mana shu dinimiz bilan bo'ladi. Dinimizga qaytishimiz kerak. Ya'ni shu paytgacha har kim o'zini biladi. Qanchalik dinga yondashyapti, qanchalik amal qilyapti, qanchalik kamchiligim bor, har kim o'zi biladi. O'sha narsani o'nglasin. Shu ham bitta nima? Nusrat berishdi bir nimasi. To'g'ri, siz bevosita hozir nusrat bera olmagandek bo'lib ko'ringan bilan, lekin bilvosita bo'lsa ham shu diningizga amal qilishga harakat qilishingiz, uni taratishga, o'sha farzandlaringiz bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'qitish, uni boshqalarga yetkazish va hokazo, shu narsalar ham bir hissa qo'shgan bo'lasiz. Aytganimizdek, har kim qo'ldan kelgan narsadan so'raladi. Qo'ldan kelmagani la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk.